bersangiz, ishlasam, qo'limda diplomim bor. O'zimning soham bo'yicha axir madaniyat institutida 4 yil o'qiganman. Bolaligimda aktrisa bo'laman deb orzu qilganman. Uni ustiga dadamning orzulari edi meni katta sahnada ko'rish. Nafisa, bu haqda sen bilan ko'p gaplashganmiz. Bilasan, men rashqim yomon. Bu sohangga qarshiman deganman-ku. Chunki begona erkaklar bilan xotin bo'lib rol o'ynab yurishing menga umuman yoqmaydi. Qolaversa ko'chada bilasan, o'zimga yarasha hurmatim bor. To'g'ri kelmaydi-da, to'g'ri uchun. Axir o'zimning kasbim-ku. O'zim yaxshi ko'rgan kasbim. Shu sohada o'qiganman. Yo'q dedim senga. Tomon va salom. Bu mavzuga boshqa qaytmaymiz. Bo'ptimi? Sani teatring, kinoing, mana shu oila. Mana shu xonadon, mana sahna. Xohlaganingcha rol o'ynaman bilan. Bo'ptimi? Undan ko'ra ovqat ber, qornim ochib ketdi. Choyxonaga bormadim sen ovqating yeyman deb. Yur. Xo'p. Farzona. Farzona, qizim tura qol. Ha, bayi.